ketdi. Ataylab qara. Mana mashinchasini bog'lamaydi ataylab. Qara. Chiqishga oson bo'ladi. O'zingga ehtiyot bo'l. Qo'shningni o'g'ri tutma. O'zbeknikichiga O'risi kuchli. bo'ldi, ketdik. Okey, bo'pti ekan bittaga. Sen u yana, men bu yana. Lekin mana shu tarafda chodir ishoning. Ikkalamiz bundan borsa topamiz chodir. Okey, bo'ldi. O'rtalar realni qo'rqib ketaman chunki birinchidan sovuq qattiq bosim qotdi. Ikkinchidan qanaqadir bo'rdagi kuchlilar ovoz kelyapti. Biz eshitdingmi? Anuni benzinpilosini ovozi ham kelyapti, eng qizig'i. No, men xursand bo'lgan narsa shundaki, men chodirga yo'lni bilaman. Shuning uchun ham 100 so'z o'raman, chodir mana shu to'g'ri. Xullas, men bu arqondan chiqib ketishim kerak. Agar o'rmonda bir o'zim qolib ketaman. Hey, Maqsud! Bilet oldiga borishga qo'rqaman, hamma chodirda ko'rishamiz degan. Yevbach baqirmayapti. No, okey, bitta logik narsani o'ylab ko'rsa bo'ladi. Agar uni yonida bo'lsa, u bekordan bekor baqirmayapti. U bittada. Menga hozir o'chirib kelmaydi. Takshi men bemalol yursam bo'ladi, işte. Uni qiynab, muchit qilib balobatlar qilguncha. Mana bu la'natlangan narsasi o'zi kerak menimcha. Har doimgidek tuz, o'rmon ruhini chaqirish. Chaqam va tuz bilan nimani chaqirish mumkin yana, tushunasizlarmi? По-любому kimdir chaqiriladi. No, okey. Tuz ochib, kruk qilib olamiz. И kruk degandan keyin shaqamni yoqamiz. Maqsud jim bo'lib qoldi, qo'rqityapti bori. Endi men bu shag'amlarni yoqish kerak. Ikkitasini yoqaman menimcha etsa kerak. Ichiga kiramiz, o'zlanib bashnamiz. Kutishdan boshqa chora yo'q hozir. Faqat kutaman. Kelishi bilan qochaman. Shag'amda shunaqa narsa bor, yonganda bor. Bundoq qilsak ko'z yoshga o'xshab qoladi. Kim bu? Qo'shib deyman. Spola! Hech kim ovozi yo'q. Oldi tort bor ekan. Institutda qo'y, tortning yuziga besha degan topshiriq chiqsa, hop, ichida qog'oz. Qabristondagi uzumdan tort yeb ol. Shunda mana shu tort qabriston uzumidan. No, o'ylash bo'yicha Libovda tort sotadigan joydan olgan. Nima bu? Realni qanaqadir bema'ni narsa bilan shodir buqib taylaganman. Qamayni chodirga qarab ketdi. Bolalar bilan qatarga. O, mana chodir. Ye? Bola o'zi ishlab. O, bola yaqinda. Bola bo'g'lanib turibdi. Qani? Kelish. Nima bo'ldi? Jinnimizlar ovqatga qamashasizlar? Qani xo'p. Garchani mazgi sudrab ko'tga boylab ketdi mana. Qo'lingda voy bila. Maramni taqir qo'lni qarab ko'sa ketdi. Yo, men sizlar baqirganlar sizlar o'lib ketadi o'ylaman. Yomon baqiraydi. Yomon sudrab, orqadan kirmasinmi? Lekin qarang. Men o'zim shunaqa yordamsiz, ya'ni tipa podkaskasiz buni topganim chodir. Adashib qolmas ekanmiz bilan. Okey, to'g'ri aytdinglar, xo'p. To'g'ri. Qiynalgan biz bo'lib qoldik. Va endi bo'lsam do'stlar, bizni yana sabr qilgan ketdik. Chunki ertalabgacha bu o'tirolmaymiz. Boya xuddi mashlar kirib adashib qolgandik. Yo'q, o'zi faqat to'g'ri yuramiz va shunda o'ylashim bo'sh bo'lib topamiz. Aycha, anu aytgan gaplarni qildik. Nima desang? Najesh Toni odamniki emas. Va hamma do'stlar, просто to'g'riga qarab yuramiz, topamiz. Всё. Ardor! Eliga antag'anada o'zi ishtirotman ishongili. O'z boydan balalash bo'ladi. Просто boring, давай. Ardor! Bizdan bo'ltimiz pishib turib, oltima beostasiga ketib. Nima bu? Mashinani bagajida. Nima? Yo'q, to'xta, nima mashinani bagajida demoqchi? 100% Sardor, boshqa kim bo'lsin? Demak, hozir prosta yuguramiz. Birinchi bo'lib, bir chodirni qilondan olamiz. Mashina bagajida bo'lsa, hech kim mashina bagajida Sardor chiqarib qochamiz. Tezroq ketaylik. Oyog'im sovqatib ketdi. Sardorni ham topamiz, uyga borib qo'yamiz. Uyga olib qo'yishga gapmi? Siqqina vannadan keyin, bu sovuqdan keyin. Oyog'ini vanna qilib. Va arenda o'rtalig'imizda chodirdan narsa olsak bo'ldi. Imomiyatdan ham bironta kerak narsa olaylik, nima kerak sizlarga? O'rtoqlar, prosta quyonjon. Ne bilan olib bo'ldi, ko'ryapsizlar? Mana mashina. Stop. Mashina kimda tegdi? Birinchidan qog'oz, orqasi shunday yo'qlana. Hamma bagaj ochiling, bagaj. Xullas, do'stlar, Sardor o'rmonda yo'q. Lekin bizga hozir yetish bo'yicha umuman boshqa